Görmen dostlar, bir kitap bir alem programmasını görüşünlerine karşı alımız. Büyük çokulanı bize kömüştek yaltırap durgan kılın karmuzla. Ciraladın okçup düşüvatkan süp süzük tak suları. Şu sulan kenip içip köklerge boytatkan yap yeşil ormanla. Güyükrep yıkıvatkan deryalarını boylap ketken tokayla. Yağgüllerge pürkengen kağıtala. Mana bularning hammasi tabiat bizga ato qilgan ulug' boylik. Eng ibtidoiy rivoyat, eng qadimiy afsona, eng go'zal rasm. Shoirlarning o'tliq misralari uningsiz vujudga kelgan emas. Qadrli ko'rman do'stlar, mana bu dangliq yozuvchi Mamtimun Hushur akaning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyat tarafidan nashr qilingan Salchilar romanining muqaddimasiga qurilgan. Men avval söhbetimizga ishtirok qilgan mehmonlarni tanishtirib o'tay. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik yozuvchilar jamiyatining faxriy raisi, dangliq yozuvchi Mamtimun Hushur aka. Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyotining bosh muharriri, oliy muharrir Avluz Qayum aka. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining raisi, professor, adabiyotshunos Azat Sultan aka. Bu salchilar Yırak bir tariximizga uluşturgan ekan. Men buni qo'ldan ushlamaydigidek o'qib chiqdim. Romaningizning nashr qilinganligi munosabati bilan Mamtimun aka sizni chin dilimdan tabriklayman. Rahmat. O'qirmanlarimiz ko'pdan buyon zarqib kutgan bu roman oxiri ro'yobga chiqib, o'qirmanlarimizdan yuz ko'rishdi, bizning qalb etizimizdan sug'urish olib turyotdi. Mamtimun aka shu salchilardan iborat mundaq bir yirik roman yozish o'yiga kelishingizni sizning ijtimoiy va badiiy majburiyatingiz bilan munosabatli bir jarayon deb qarasak qanday bo'lar? Bu salchilar bizning yırak bir tariximizga uluşturgan bir kesip. Salchilar to'g'risida bizningki qadimiy eposimiz Oğuzxonda salchilar to'g'risida iboralar bor. Undan boshqa bizning ulug' buvimiz Mahmud Qashqarining divanligi Türk'te bu sal to'g'risidagi rasmiy aniqlamalar bor. Sal degan qanday nima deb tushuntirib o'tgan. Demak, buning tarixi uzun. İlidi sanını işletish tarixi nihoyat uzun. 1881 yılı köş olan vaxtida ilediki daryo bo'yidagi Qosh qatorliq daryodagi daryoga yaqin yezlarning odamlari shu sal bilan ko'chib mangan. Chunki u vaqtda yo'l toza ichilmagan vaqtlarda eng yaqin, eng tez boradigan yo'l suv yo'ldan boshqa narsa emas. Ilediki uy yog'ochdan uy qurish kishilarning jahondachiligi nurg'un ishlar asosan shu salchilar iqtib kelgan shu yog'ochlarga bog'liq bo'lgan. Ochliq, nurg'un narsalar sal orqali to'shib chiqilgan tog'larning ichida. Bu salchilarningki igiz cho'qqilardan shu qarg'aylarni kesib, shu ulug' daryoda shu dahshatli iqillarni iqitib chiqqan. Bu odamlar jinini olqindiga ilib, o'zininki butun hayoti o'lim tirilishga qaramay nurg'un jafolarni chekib sal bilan shug'ullangan. Bizning g'uljininki bu salninki nimasi avlodmi avlod necha asrlik nimalar bir taqshidi. Hozir hayot salchilarini ipetsaqmi, hayot salchilarning ichida o'zi, dadisi, buvisi salchi bo'lgan odamlar bor. Shularmi shu bularning to'lisi janubdan chiqib, beshakib, yana ilidagi salchilardan sallangan ekan. Shundan bilishki bu salning tarixi nihoyat uzun. Endi 1980-yillarning o'ttirlariga kelgan vaqtida davlat bu tog'dagi qarg'aylarni qo'g'dash yuzasidan sal iqtishni to'xtatdi. Uning sizmi endi bizga yog'och bilan uy imorat qurishning vaqti o'tib ketdi hozir. Mushunlar sal to'xtadi. Hozir bizning 70-yillarning oxiri, 80-90-yillar to'lgan bolalarimiz salning nimaligini bilmaydi. Bunda qaraganda bir yiroq tarix, bir muhim kesib, bir qahramonlar turib dastan unutib qo'yotgandek, unutib qoldirgandek qilib turadi. Mushu o'ylar, mushu vajidan men salchilar to'g'risida bir mushtaq asar yozish o'yim kelib qo'lim qilaman. Abdulaziz aka albatta kerak mushtaq bir yirik bir romanni nashr qilib, sifatli nashr qilib buni o'qirmanlar bilan yuz ko'rishtirishning oqisqim nurg'un emgaklar yurilgan bo'ldi. Undaqda shu salchilar romanini nashr qilishning oldiga endi ishlangan xizmatlar deyishga to'g'ri kelsa, qaysi xizmatlarni tilga qilish qarzi edi? Endi biz nashriyatchi bo'lish sifatimiz bilan bir nadir asarni, yaxshi bir kitobni xalqimizga topshirishda tuanigida bir qancha ishlarni nuqtaga qildik. Birinchisi, mushu kitobni
o'zi kuchlik rasmiyatini yuqori yo'llab tasdiqlab ekilish eng oldi bilan qilgan ishimiz. Lekin mushu kitobning tahrirlashga muvofiq keladigan nuqtalaraq, obnaroq tahrirlarni buning o'ylashtirib, oldin tahrirligini o'tkazish. Ya'ni kelib bundan keyin tizish deymiz, karakteri deymiz, ondan batiyas deymiz, nurg'un ishlar bor. Bu ishlarni biz o'z navbatida har bir halqalarni ichim tutib yaxshiladik. Bu bir tarafli xizmat. İkinci bir tarafli xizmat bu yaqin zamanda buyon bizda chiqayotgan romanlarning, yosh kitoblarimizning taqilish ahvoli taz degandek emas. Ma ahvoli ko'rsatib turib biz bu romanning oldini olib bu romanga biz tiraj to'plashni o'rganib baktık. Biz hukumat kitobxonasi, shaxsiy kitobxonlar orqali dastlab qadamda roman haqida biroz tiraj to'plagan, tiraj qilgandan keyin 6000 tiraj qo'lga chiqdi. Demek hazır biz nashriyatchilar 3000 tiraj tep basaq baxo'sh o'timiz kitoblarga. Demek salchilar degan bu kitobga yaqinda qisqa vaqt ichida 6000 tiraj ixtiyor tiraj keldi. Bu bizni xo'jalik qildi. Bu kitobni 1-oyning 15-kuni nashrdan basmadan chiqarib jamoatchilikka topshirdik. Demek Memtin Uşrakam 4 yil jafoliq emgak qilib ishlab chiqib, topshirgan bu nuqliq bizga ishib topshirgan bu nuqliq kitobini biz 4 oy ichida bu shu qadamlarni besib halqalarni qilib jamoatchilikka 1-oyning 15 topshirdik. Hozirgi avvaldan qaraganda bu 6000 sonmi kishilar tarafidan endi berib qoldi. Mo'lchash qaraganda yil ichida yana bir qatim qaytadan biz ko'z oldimizda turadi. Azat malam endi qarmoqqa oddiy, hodisiy ko'ringan ba'zi narsalar, uningdan keyin kishilar ancha tonish bo'lib ketmagan shundaqla unutib ketilish girdog berib qolgan ba'zi shaylar, shu izlar, shu muhit, shu ko'rinishlar mayr bir qalamkashninki qalam ostiga o'tgandan keyin uni bir san'at darajasiga, madaniyat darajasiga ko'tarib, uni bir yangi bir dunyo sifatida o'qirmanlarga sunadi. Albatta, Memtimun Oshra akaninki Salchilar romanimi mush gapimizning dalili bo'la oladi. Shundan qaraganda Salchilar romanini Memtimun Oshra akaninki adabiy ijodiyatidagi yana bir yangi palla deb qarasak bo'ladi. Bu roman Memtimun Oshraning ijodiyat tarixiga selishtirgan chaqda tajribalari toza, jug'langan, pishib voyaga yetgan, qalami toz tavlangan, pishqan, tafakkuri xili bir cho'nqurlikka yetgan bir mezgildagi ijodiyat mevasi bo'lganligi uchun bu asar chiqishi bilan bizni o'ziga nihoyatda qattiq tatdi. Men buni qo'ldan tushamaydigidek o'qib chiqdim, qiziqib o'qidim. Men ishonaman, bu asar o'qirmanlarimizning qizg'in olqishiga erishidi, kuchli inkas qo'zg'aydi. Bu asarni albatta Memtimun Oshra ijodiyatidagi muhim bir yangi palla deyishga bo'ladi. Memtimun Oshra aka bu romanda yana xalq ig'iz adabiyotininki bayon qilish usulidan nihoyat yaxshi foydalangan. Undan keyin romanda yana nurg'un tindirmalarni turmushni elib, yana turmush qaytarishdek tarafdarimi bu roman aks etibdi. Undan boshqa buningki stroliq voqealar, qiziqarli chaqchaq latifalar, shundaqla shu tabiat erkinligi hisoblangan shu azimatlar, salchilarninki vujudidagi, ro'yidagi, turmushidagi xos bo'lgan taraflarni chin, izchil va tabiiy ravishda ifodalanib deb qaradim. Memtimun Oshra aka bu romanni yana xalq ig'iz adabiyotining bayon qilish usulidan yaxshi foydalangan. O'sha o'tganlarni haqiqatan qahramon edirlar. Ayna rock hozirmi intayin zo'r deb qarayman. Memtimun aka angsaksiz bu romanni mushtaq bir badiiy yüksek pallada yoritib berish uchun bu salchilar temisini salchilar yashagan nurg'un joylarga beribsiz. Nurg'un materiallarni to'plabsiz. Hattoki muzdavolni atlab o'tib, ularningki tarixninki birinchi qilib uchirib ketgan iznalarini izlashga tirishibsiz. Shu asarga material to'plash, salchilarning turmush haqida cho'nqur izlanish davomida sizga eng ahamiyatli va qimmatli bilingan aslamalar nima bo'ldi? Bizning hozirgi vujuddagi hayot salchilarimizning ko'pi Janubiy Shinjongdan chiqqan odamlar. İlgari yerlik odamlar salchilik qilgan, keyin asosan janubdan chiqqan kishilar buni egallagan. Bu odamlarning hammasi degidek shu muzdavonni besib chiqqan odamlar. Men bu qitim shu romanni yozgan vaqtida
hem de romanın çılgını aks ettiriş için. Hem de kömegen, bilmegen nersini gumani yazmak bu ters yazmışlar. Eğer imkaniyet olsa şu nersini körüp, şu nersini özünü ügünüp alsa, yazıkçılıkta erkin boğun oldu. Adam özünü azal koyup eleydi. Şimdi olayım ben Muzdavan'a çıkmakçı olup Canop taraftan biz şu Muzat deryası deyimiz. Muzat deryası bu taraf aksı mı? Çok beden Muzat hesap. Bu deryanın eti Muzat. Canop taraf akıtkan derya mı Muzat? Bunun çok kısa bir endi. Şu Aksu'nun ki koni şeye karaydıkken bu yolun ki Aksu tarafki kısmı. Azıcık 10 su diye geldi. Şunu yakılap meni şu tikkan qo'riq deymiz, qo'g'on, cho'ng arpa, kichik arpa, yengmala, o'tan quduq, nurg'un yurtlar, bularni tashlab, uning neski qumbal qo'tanga yetib bordik. Shu yerga borgan chaqda bu Muzdavondan chiqqan suv ikki tomon kayni chiqib, to'sib qo'shildi. O'sha suvni o'tolmay biz qaytdik. Hamda men shimoldan menip beriş için Şot arkalı. Şu Mongol kredin çıkıp şotu berip şotudan ötüp manandaki şot arşanda ötüp şu xana ilaq deyimiz to'g'risi nima ayg'iraldi deb mustaq yo'ladi ketgan eng oxir shifoliq deb bir yavat şey barmiz. Bu shifoliq shu muzliq tushirgan eng egiz cho'qqa. Aşağı chiqqandan keyin oqqan suv biz tarafga emas janubga qarab mandi ekan. Demak siz cho'qqib chiqdingiz degan. Şu yerden biz muzluq tushdik, ketgan muz. Hem de öz vaqtida yo'l bo'lg'achqa odamlar bir doim menib turg'achqa onun menish yo'llarini belgilar bo'ldi ekan shu odamlarning. Mana palani yer chiqmadi. Hozir undaq muz yo'lmi yo'q. Öz vaqtida malning tezakleri shundan qarabmi yo'lni ajratib mang'aladi ekan. Hech nima yo'q hozir. Tutash ketgan muz. Bir kun shu muzliqda yurdi. Bunda o'sha her yo'g'on toshlarning ustiga turib qolgan muzlar. Muzlarning ustida turib qolgan haybatli toshlar. Mana keyin suv uyib kelib ketgan shu cho'nqurliqlar. Xilma-xil qiyofat narsa bor. Mesela biz bir kun tinab yurib, uni qaytib keldik. Bergan tasat, o'sha yerda o'tgan odamlar haqiqatan qahramon odamlar. Bu safar o'ng'ay safar emas. Biz hozirgi shu mashina, poyoz, aeroplan deganlarni men o'ylab ketdim. Aeroplan degan mandaq ketgancha bizni bir nuqtadan bir nuqtaga yetkazib qo'ydigan ekan. Safar emas u. Biz hech nima ko'rmaymiz. Mayerdan chiqamiz, bir nuqtaga tushamiz. Haqiqiy safarni, haqiqiy yo'lni shu odamlar olgan ekan. Shu sularni kechib, shu muzliqlarni menib, aşağıdaki bütün cefa müşakkatini tatip, bazı xoşal olup, bazı qayg'urib, bazı hayatından ayrılıp, bazı degan nishonga yetib, bazı yetemeymiş. Xilma-xil kechirishlar bor. Demek, bu keçirmişler hammasi yana salchilarning ustida. Salchilar ishida o'tgan odamlar boshqa, shular tayyorlik narsa. Men haqiqatan qahramon odamlar ekanman. Endi ikkinchi bir yerga deganda, buni o'tib, bizning shu Mongol kirak tushgandan keyin Şota degan yerimizni tuvallab mang'asa, Qorikul degan yerga boramiz. Qorikul deganda bu shu yuqoridan Muzdavan tarafdan kelgan suvlar bir qancha yaqin suv kelib, shaya kelgan chaqda bir-biri qo'shilib ulg'aydi ekan. Misha kelsak, mishada salbog'li bo'ldi ekan. Uningdan yuqoriga narsa salbog'lasa, u sal tarab boshqa yaqin bog'lanmay ekan. Shu Qorikuldan salbog'lab bizni salchilmiz. Shu Mongol kura, Tekes, Künes, Toqistara, Muşanın bütün sularını kesip ötüp, anadaki Gulcunahiye'nin sularından berip, anadaki Gulcu'nun Zayimka diye yerleri var. Öz vaxtıda Zayimka, Taşkörük'ün asıdaki, anadaki Toğraq'ın asıdaki bir urullar var. Şeylerde sallanıp toxtadı. Biz ikinci kademde şu maşiniyle açıp bütün salçılardan birini elip, açıp bütün sallıkki, bunun salçılar kayalar toxtattı. Qandaq mağattı. Öz vaqtida sallağı dəhşət sağan iqillar, dəhşət sağan əgmilər. Məsələn, şeydə sallar urulup adamlar ölüb ketgan yerlər. Şu adamlar ölüb ketgan adamların ismi bilan atalgan sallar. Məsələn, Yusufjonun seli Kişi, Madiyan, Qapçıqay, Üçtaş, Bessala, Quşulusi, nemisi, andikin
Qavrotash degan nurg'un o'rinlar bor. Mushlarning hammasi salchilarga dahshat soldigan yana. Bularning ba'zilariniki ozodlikdan kelib, ba'zi toshlarni otgan, ba'zi ravonlashtirgan, ba'zilarini hozir ko'gini o'tgan. Mush yerdan bir-birlab ko'rib o'tdi. Bu yerni ko'rsangizmi, asosan his qiladigan narsani o'sha odamlarning qo'rqimsizligi. Haqiqatan ajoyib odamlarni his qildi. Buni ko'rgandan keyin menga salchilarga bo'lgan muhabbatim, ularni yezish qiziqligim, mush kitobni yezish qiziqligim bag'asi ochdi. Abduzka kitobni nashr qilish davomida sizga eng ta'sirli bilingan ishlar nima bo'ldi? Men 80-yillardan boshlab buzu ko'proq barda bo'lgandim. Har bir baqa vaqtimda mayli G'uljinayisi bo'lsin, G'ulshari bo'lsin, Qo'rg'ash Mo'ng'ul kiralar chiqqanlarimda men davomli diqqat qilib qaraydiganim shu Uyg'ur örf addiki Uyg'urlarning imoratlari, o'ylari, o'yil aramlari bularga bir diqqat qildim. Ba'zi hoyillarning darajalari, hatto shu darvozalari Selanga o'yli taxtalik o'ylari qarab bakib, o'zim shunday tushunib ketdim. Ajoyib bir madaniyat. Bu nima degan yaxshi madaniyat shunday bo'ldi ekan o'dan. Endi ma roman o'qigandan keyin shu o'ylarning, shu taxtaylarni, shu darajalarni, panjaralarni yig'ashlari balkim mushu salchilarning o'z vaqtidagi to'pisiga o'xshaydi dedi, bunda qarab kelib qoldim. Demak, salchilar o'z vaqtidagi qatnashning nimasidan o'zlari izlanib yurib, ana bizning xalqimizga ili vodis yashayotgan ammiga ashundaq materiallarni ta'minlab, ayna yaxshi madaniyat, yaxshi qora joylarning baynan kelishiga turtki bo'lgan deb qaradim. Balkim salchilarning ruhi bu ruhi u vaqtlar emas, hozirmi? Bizning hozirgi har qaysi sodiki kishilarimizga, xalqimizga mencha ashundaq jafo chidab kurash qiladigan, ayna o'z kuchiga tayanib kurash qiladigan, yana izlanib yo'l ochadigan ayna ruh hozirmi? İntayın zo'r deb qarayman. Salchilar uchun tiklangan obida. Albatta mushunday yazsin deb tavsiya qilib qoldim. İlham qo'zg'alib bir qancha izohatamdi, biz buni qarab turib kutib turibmiz yana. Azat ma'lum biz roman o'qish davomida Ili vodisida, Ili daryosida salchilar bilan birga oqamiz. Daryo bo'yidagi o'rmonliklarda, to'qayliqlarda, edirliklarda salchilar bilan birga tunaymiz va ularning qiziqarli, latif, chaqchaq hikoyalarga ishtirok bo'lamiz. Mush nuqtadan qaraganda Salchilar romani rost ishlarningki badiiy yuksaklikka ko'tarilgan tarixiy xotirasi deb qarasak bo'ladi. Mushu romanning ikkinchi qismining oxirida voqealikning shu tabiiy bir rivojida bunda bir tafsilot bor. Bosh qahramon Samat cho'nko'rikning bo'yida salchilarning haykalini, bir salchining haykalini tiklabdi degan uchurni anglab bordi o'shaga. Borgandan keyin u haykalga to'ymay qaraydi. Bir necha qitim bordi. Shu berish jarayonida u kichigida yaxshi ko'rgan, yoshirin kuyib yurgan bir qiz, endi uzun yillar o'tib ketgandan keyin u o'zaro bir alayda bir tunish turmasa, bir-birini tunayolmaydigan darajaga tushib qolgan Gülayimni uchirtdi. Ham bu boshqa bir masala endi. Mening demoqchi o'g'lim mushu haykal salchilar uchun tiklangan mushu haykal rost shundoq bo'lganmi, shundoq narsani men tuminkamishari ko'rganmi, men bilmayman endi. Balkim badoya yo'qdi. Lekin bu kitob mushu salchilar uchun, mushu salchilik uchun, shu tarixiy turmushimiz uchun tiklangan haykal. Salchilar uchun tiklangan obida, badiiy kartina desak tamamen. Chunki Abay Mamtiminkam aytib o'tib ketdi. Bu salchilik degan kasb uzun tarixda davomlashgan bir kasb. Gerçi hozir oyoqlashgan bo'lsin, bu bir tarixiy muqarrarlik hamdi. Jamiyatning taraqqiyoti, ishlab chiqarish kuchlari, munosabatlarining o'zgarishi, albatta bu usullar, yangi usullar o'zgardi. Lekin mushu koni tarix, mush aynanligi bo'yicha bu kitobda xotirlangan. Bu chinlik asosi bor. Yan bir tarafdan romanda nurg'un personajlar bor. Abayı Ablezmo etdi, mushu personajlar haqida to'xtaldi endi. Mushu personajlarning xarakterida nurg'un alayliklar bor. Mushu xarakterlar tarixi asosga ega. Ani shu davr, shu kasb, shu turmush, shunda xarakterni yaratgan. Bular canını alqiniga ep qo'yib turib, shu xatarlik davondan o'tib ayaga bordi. Hem tirikchilik uchun, hem bir o'zining hayotining qimmatini yaratish uchun
Aşı daryoda aşında xatarlik eqinda eqib yurdi endi. To'shuydi sal. Yavaş to'shuydi. Buning uchun bularning xarakterida cho'qim baturlik, mardlik bo'lmaydi. Mushu turmush, mush alayda tabiiy muhit bularning xarakteriga mushunda xususiyatlarni ato qilgan. Yana birisi bular tavakkülchi ham qaram. Biz hozirgi zamonda bundaq tavakkülchi ham bundaq qaram odamlarni ancha bek topolmaymiz. Ana shu tarixiy sharoitda, shu sharoit kishilarga, mush personajlarga shunday xarakter xususiyatlarni yuklaydi. Yana kelib bularda yana do'stlik, qarindoshlik, muhabbatni a'lo biladigan mushundaq bir go'zal xususiyatlar bor. Bu hozirgi bizning davrimizdami albatta qimmatga ega go'zal taraflar. Bularda shunday jafoliq sharoitda ya issiq tomoq yo'q, ya bir panolangan qunalg'i yo'q. Chamdamda bir xatarlik bor. Jonga bir kapolat yo'q. Mushundaq sharoitdami bular muhabbatni, do'stlikni, qarindoshlikni birinchi o'ringa qo'ydi. Mushu narsalar shu sharoitda mushundaq davomlashib kelgan. Demak, mushundaq turmush tafsilotlarini hozir endi ko'p topqilmaydi. Mushu xarakterlarning tarixiy asosi bor. Ya'ni chin, ishonchlik. Yana birisi bu kitobni folklor muzeyi desak bo'ladi. To'g'ri. Bulupmu 19-asr, 20-asrdagi tarixiy turmushimizni hozir biz muzeylarda mundaq kiyim kiyib ekan, shu vaqtda undaqkan deb bilmaymiz. Bu kitob qalam bilan mush ko'rinishlarni sizib tasvirlab, inchki yozib chiqqan. Shuning uchun bu asarni haqiqiy turmush realligi bo'yicha, tarixiy turmush chinligi bo'yicha yozib chiqqan desak tamoman bo'ldi. Men demakki bir qancha yil ilgari qaysi bir jurnal sizning bu ijodiyat musobaqangiz haqida elib berilgan bir suhbat xotirasini e'lon qildi. O suhbat xotirasi siz mendanda izahchilik qildigan energiya tugabdi. İl xalq nashrlarining tarixi bayoni nomli kitobimni nashrdan chiqarib olsam, endi qaytib bir narsa yeyish xiyollarim yo'q degandek bir gaplarni qilganligingiz esimda bor. Siz bu gaplarni qilgan vaqtning o'zida shu salchiladek, shu bir yirik romanni ro'yobga chiqarish uchun o'zingizda bor bo'lgan barliq energiyaning hammasini xortib tugitib etmaslikni o'ylashganmi qandaq? Unda xulisi men bekmi mulusulluq yozuvchim emas. O'zimni zo'rlab bilmay yozmayman. Taki bir narsa ta'sir qilmag'icha qo'lim o'ng'aydi qalam olmayman. Endi 4-5 yildan oldida bir narsa yozmasman deb yurgan vaqtimda bizning mamlakatlik siyosiy kengashniki ma'mur raisi Abdullah Abdushit shu Urumchiga yozdi ketdik. O'zim turalg'isi bir qishqirdi meni. Asosan gapimiz sol to'g'risida bo'lib qoldi. Salchilik to'g'risida. Hamma kichigimda mening cho'ng'an mahallama daryoga yaqin mahalla oldi. Biz doim bir shu daryoga cho'milib o'ynaymiz. Bu vaqtlarda ko'riklar yo'q. Kiyimim menga do'yu nimada. Ibrahim kamning kiyimisi deb qo'yamiz. Hozir qilmish birinchi ko'rik tushgan yerda shu kiyim bor. Kiyim bo'lgandan keyin u yoq bu yoq o'tib turdi. O kiyimi kiyib o'g'rilar nim qilib yerda nayt bazalib ketgan. Ishtikib o'tamagandan keyin. Mishaga salchilam kelib salni to'xtatdi. Biz salni to'psa chiqib o'ynatdik. Amma salni ko'rgan, salchilarim ko'rgan, lekin bundaq bir narsa yezishni xiyolim kelmabdi. Endi men Abdullah Abdurshid shu 9 tarafda o'zim puxra vaqtda jiq yurganki. Qapchig'ay taraflarda. Qapchig'ay taraflarda yurib salchilar bilan birga bo'lib, hatto sallarda o'tirib bu ish odamga cho'nqir ta'sir qilganki. Hemşe bizim işimizin parını bir yerden çıkıp Abdülhakem Moş'un bir yazısını tavsiye yapıp kaldım. Bu tavsiye kılan resim ben nahayeti kızgınlıkla kabul kıldım. Andaki Abdülhakem'den Moş'u adamla unutup gitip vardı o. Aşı kapçılarındaki meğlimi hazır tüyep gitip vardı o. Bu işlerini bildiğin çoğun adamlar mı? Hazır asasen akılışmalı diye. Siz tutmuşsunuz. Yani bir kanç yıldan keçiksekler bunu izlep tapınmadı bu adamlarında. Rast degandek men Moş'unu yeziş jarayonida bir 20-30 dak odamdan ko'rishdim. Biz hozir mush jarayonda bir 4-5 mushni yezish jarayonidami? Hozir shularda bir 3-4 ta o'limga ketib qoldi. Mushundaq bir ishning turtkisi bilan men bu asarni yozib oldim. Siz degandek endi boshda yozmayman deganligimmi? Mao ilhom, mush salchilar, uning ustiga bu salchilarning turmushini o'rgangandan keyin men kelgan narsalar mush o'zini meni qo'g'lab mesela vücut çıkışı haydakçılık qildi. Menimcha hozir
Atma rayonumuzda nashriyat 12 nashriyat bor, nashriyatlar hamda kitap chiqaradigan 10 nashriyat var maxsus. Bunun ichida romanchilik deymiz, nuqli kitoblarmi yaqingi zamonda gullangan davr bo'ldi. Ko'plab chiqdi. Jamoat ishlan ko'plab kurishdi. Endi buning ichida nuqli kitoblarning eng nodirlari, yaxshilari, nodir deganda endi shu Mamtin akamning bu kitobni shu qatorda o'rin oldirish bo'ladi. Mush kitob taqozo bo'ldik. Bundan keyin yana Mamtin akamning bayqindek energiya tugidi emas. Bu yosh biz cho'ng'aygan siri buningda tajriba saboqlar texim yakunlanib, bilimlar ko'payib, texim energiya jiqlab, tag'i ilhom qo'zg'alib bir qanchani izovatamdi, biz buni qarab turib, kutib turibmiz yana. Demak, nadir asar deb qarash. Nadir asar deb. Azat ma'lum Salchilar romani yuqori degandek taraflari bilan hammamizningki qalbini qondirib, zaratlab o'qirmanlarimizningki qalb to'ridan o'rin olg'isi. Undaqda mushu kitobningki badiiy muvaffaqiyatlari deyish to'g'ri kelsa biz qaysi nuqtalarni ko'z tutsak bo'lar? Endi mau kitob bizning obzorchilarimizning buningdiki muhim bir tadqiqot temasi bo'lib qoldi. Burun endi Mamtin akamning uslubimi bizning tadqiqotimizda bir muhim tema bo'lib kelgan. Bo'libmi shu chatma hikoyalarda ifodalangan bir xil uslub, o'ziga xos bir xil uslub. Endi meningcha Salchilar degan bir romanda yaratgan bu badiiy pallimi bir muncha obzorchilarimizni buningdagi o'ziga jalb qiladi deb ishonaman. Bo'lgan qimmat qarshi dunyo qarash va hayot hikmatlari haqida odamlarga menga zo'r ilhom baxsh berdi. Nasr pragmatizm uchun bir vosita. O'zining izlanish yo'lini Qadrli ko'rman do'stlar, Salchilar romani insonlarning uy makon qurib yashashiga ajoyib ulug' to'ypilarni qo'shgan Salchilarningki tarixining badiiy xotirasi. Ularning sha'ni tiklangan badiiy obida va ularga to'qilgan qahramonlik dastoni. Navoda bir kitob bir alam programmasini to'rdan ko'makchi bo'lsanglar, xuyi to'rga marhamat qilinglar. Bu to'r bekit orqali kanalimizning ko'zlayotgan barliq programmalarni bevosita ko'ra olasizlar. Bugungi programmamiz oxirlashdi. Xayr xo'sh, kelar qisam programmamizni ko'rishaylik.